Haqiqiy bo'lkisi bektamlikchimi? Cho'ng kichiklargimi, do'konlargimi nayt obdan bo'ladi. Yurakni tirmida chekib etib, bizni ganjo qiling. Uruqaq xumarniki. Mavqaqni o'z diyorimizda, o'zimizning zavodida yasab chiqqan. Ammo bu qaqni nonga bilab bir monchimi yeb etmanchimi? Qaq bulkaga ketarlik materiallar. Bulka uni 200 gram, odatlik un 200 gram, pemetrush 10 gram, melyanji 3 gram, shakar 100 gram, tuxum 100 gram, suv 200 gram, tuz 5 gram, xumar suvsiz mi 45 gram. Xomenjiga un, pemetrush, melyanji, shakar, tuxum, suv hamma narsani silib, yug'urib olamiz. Xemirimiz yug'urilib, musha holatga kelganda tuz bilan seriq mayin silib olamiz. Seriq mayin silib, xemirimizning elastikligini musha holatga kelganda biz bu xemirni ambalga ilib 5 minut tindirib olamiz. Tingan xemirimizni mushinchilik cho'nglikda uzib zugul qilib olamiz. Zugulimizni chiroyli ichib, buning ichiga xumar markasidagi uruq qiqini silib tugib olamiz. Mana bulkalarimizni chiroyli tugib oldik. Endi buning shakl chiqarish uchun qaychi bilan mushundaq kesib olamiz. Endi buni farxonga silib yarim soat atrofida ko'ptirib olamiz. Mana bulkamizni ko'pib tayyor bo'libdi. Buning ustiga tuxumning seriqini surib, qo'san yaproqini chechib, kavshan silib pishirib olamiz. Kavshanning gradusi asti 200 gradus, usti 190 gradus pishirib ilvasak bo'ladi. Mana bulkamizni chiroyli pishib chiqdi. Buni endi o'zimizning ehtiyojiga qarata bozorlarimizga satsak bo'ladi.